Assalomu alaykum kanallarimiz, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda, Manejniy yonida kirpichli domimizni birinchi qavatida remontdan chiqqan ikki xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Azizlar, zo'r masjidda joylashgan ekan. Manejniy yonginasida bog'cha maktabdan muammosi yo'q. Bu tarafimizda maktabam bor, bog'cham bor, bu tarafda saltanat restorani. Azizlar, bu tarafimizga chiqsangiz, yaxshi ko'cha tarafiga chiqasizlar, chap tarafga kelsangizlar vokzal, avtovokzal. O'ng tarafga kelsangiz Ko'la ko'pir tarafi. Hurmatli vatandoshlar, zo'r masjidda masofalashgan gap so'z bo'lishi mumkin emas azizlar. Transportdan ham, magazindan ham, eshituvdan muammosi yo'q. Joyimizni dokumenti 100% tayyor. Narxini videoning davomida aytib o'tamiz azizlar. Videolarimizni to'liq ko'rib borsangiz so'ramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz, ham kanallarimizga obuna bo'lib, videolarga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani yetib kelsa, birgalikda sizlar bilan kvartiramizni ko'rib o'tsak. Azizlar, kvartiramizga yetib keldik. Ikki xona kirpichli domda birinchi qavatda joylashgan ekan. Bismillah deb giramiz. Girgandan beri koridor joyi remontdan chiqqan ajoyib joy ekan. Tayyor girib yashayveradigan. Местоположение ham zo'r. Yon tarafında bog'cha ismi, maktab ismi, suv, svet, gazlari bor. Zo'r mesada Manejiyanda. Şimdi ikki xona kvartirani e'tiboringizga havola qilib o'taman. Girgandan beri rakovinasi, hojatxona, yuvishxonasi, oshxonasi, spalni zal qismi joylashgan, hurmatli vatandoshlar. Akkuratning ajoyib joyi ekan. Oyoqlar laminatlar yoyilgan. Gilamlar ham döşalgan. Bir yandan ko'rsatib, donishtirib boraversak, bu yerda elektrika svetni shoshga turibdi, hurmatli vatandoshlar. Yuvishxonamiz, hojatxonamiz ham oddiy-oddiy, bu yerda hojatxonasi, devorlar chiroyli qilib qo'yilgan, dekorativ panellar bilan, azizlar, bu yerda arisollari bor, unitazlayning, ishlari plastik ramlardan, hurmatli vatandoshlar, yonda yuvishxonasi bo'ladi. Chiroyli, akkuratni chiqibdi, hurmatli vatandoshlar. Yonimizda esa oshxona qismi bo'ladi. Eshiklar ham oppoq, ajoyib setli ishlardan qo'yilgan, hurmatli vatandoshlar. Birimiz oshxonamizni, kuxnya mebellari toza, oboydan chiqqan, oboylar ham ajoyib mo'yshi oboylardan. Rozetka kulchatorlarni ham e'tibor qilingizda, eng zo'rlaridan qo'ygan ekanlar. Registrlari bo'yang, registrlar ham chiroyli qilib yashirib qo'ydilar. Azizlar, bu yerda gaz plitalar, mo'yshalar ham toza. Aynalari plastik ramondan reshotka qilingan plyusini. Bu yerda gaz cho'chki. Oyoqlar hamma laminat pol. Yog'och pol bo'lgan, yog'och polning ustidan laminat yoyilgan azizlar. Bu tarafimizda spalnisi bo'ladi. Spalnimiz 260, uzinasi 430 razmerlarda bor. Oq ajoyib mo'yshi oboylardan foydalanib qo'ydilar. Oboylar ham yaxshisidan, perdalar asilgan, yurtlarning patolog qismi natija oq matvi natijalardan foydalanganlar. Razvetkalarimiz zo'rindan azizlar. Plyuslar o'rnatilgan, dokumenti taq holatida azizlar. Местоположение ham zo'r. Manej, Ranch universiteti azizlar. Ajoyib местоположение joylashgan. Keyin bir yan tarafida azizlar vokzal ham yaqin, avtovokzal. Azizlar. Shaharni ajoyib bir dinch, zo'r mestasida joylashgan ekan. Ikki xonali yana kirpichli domda. Birimiz, hurmatli vatandoshlar, 3'e 560-570 razmerlarda chiqadigan zal qismi bo'ladi. Yeni 3 metr tushgan, plyuslari bor, gilamlar döşalgan, rozetka kulchatorlar yaxshisidan qo'yilgan, bu yerda lyustralar bor, patolog esa natija bo'lgan. Perdalar ham osilgan. Azizlar, remontdan chiqib turibdi, tayyor xonadon. Gelib, ko'rib, ustida sodasini qilib olaverasizlar. Narxini to'xtalib o'tsak, narxi 420 million so'm. Azizlar, kelishadigan yeri bor, dokument ham taq. Hech narsadan muammosi yo'q. Yan tarafında magazin, bog'cha, maktab, transport hamma bor, sharoitlari qilingan. Zo'r masala azizlar. Narxini takrorlab o'tamiz, 420 million so'm. Hurmatli vatandoshlar, qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Kanallarimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, videolarga like bosib qo'yish esdan chiqmadi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilimiz. Keyingi videoda sog'lom, yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha deb qolamiz.